Bir musulmon kishi iymonning lazzatini tetiganligini qandoq biladi? Bir mümin kishi iymonning lazzatini tetigan chog'da Alloh yo'lida berilgan qurbonliklarga, Allohdan kelgan sinoqlarga xushallik bilan, huzur olgan shaklda fidokorlikni beralasa, qurbonlikni beralasa, bu iymonning ta'mini haqiqiy tetigan bo'ladi. Normal bir insonningki beshiga bir musibat kelgan chog'da yoki mol-mulkidan ayrilganda, ota-onasidan, farzandlaridan ayrilgan chog'da normal bir kishi cho'qim tushkunlashidi, u kishi o'zini tashlab ketadi. Ammo mu'min kishi haqiqatan iymonning lazzatini tetigan chog'da bu menga kelgan Allohning siniqi. Alloh o'zi yaxshi ko'rgan bandalarni har xil og'ir sinoqlar bilan sinaydi. Alloh meni yaxshi ko'rganligi uchun bu sinoqlar bilan sinalyapman. Meni Alloh yaxshi ko'rdi deganda yana musibat kelsimi ko'tarangi ruh bilan, jo'shqinlik bilan hayotini davom qiladi. Allohga bo'lgan ishonchi texim kuchaydi. Bir mu'min kishi iymonning ta'midan huzurlangan chog'da, Allohning yo'lida pul mollarini sarf qilgan chog'da yoki o'z kuchini ma'lum bir qarindoshining ishlariga yordamlashishda yoki Allohning hukmini oliy qilishda musulmonlarni qutqizish uchun harakat qilganda kuch-quvvatini sarf qilgan chog'da buni nihoyat xushallik his qiladi. O'zini nihoyat huzur olgan shaklda o'zi dunyodagi eng yaxshi ishni, eng yaxshi ko'radigan ishni qilgandek bir huzur, yengillik his qiladi. Bu iymonning ta'mi, iymondan kelgan huzur. Ma'lum bir kishi Allohning yo'lida yoki jihad yo'llariga yoki musulmon farzandlarining ta'lim tarbiyalar ishlarida yoki zolim tajovuzchilarga qarshi qilinayotgan har xil kurash yo'llarida o'zi iqtidorga yetgan shaklda pul mollarini sarf qilgan bo'lsa, o'z mol-mulkini mening shaxsiy mol-mulkim, men buni o'z kuchimga tayanib to'plagan edim demasdan, bu menga Allohning bergan imtihoni, bu menga Allohning siniqi, men buni chuqur Alloh yo'lida sarf qilishim kerak deb Alloh yo'lida ishlatgan chog'da mollarim kemayib ketdi-ku, pulim kemayib ketdi-ku. Men asli yaxshiroq mashina olmoqchi edim yoki yaxshiroq uy olmoqchi edim, xotin bolalarimni yaxshi boqmoqchi edim. Pulim kemayib ketsa qanday qilaman demasdan, menga Alloh yetar. Alloh menga shunday imkoniyatni beribdi. Men mushu mol-mulkimni, mushu quvvatimni, mushu vaqtimni Allohning yo'lida sarf qilgan bo'lsam, Allohga cheksiz shukrlar bo'lsin deb, yanchug'dan pul chiqqan vaqtda nihoyat xushal bo'lgan bo'lsam, huzur his qilgan bo'lsam, bir qarindoshining qiyinchiligini yengillatgan vaqtda, uni ko'tarayotgan vaqtda uning xushalligi dunyoga patmog'idek darajada, qini-qiniga patmasdan bir huzur, bir xushallik, bir kulki his qilgan bo'lsa, mana bu iymonning haqiqiy ta'mi. Bu iymonning ta'midan huzurlanganlik bo'ldi. Normal inson bilan bir mu'minning farqi mana bu. Ya'ni normal bir insonning beshiga kelgan musibat yoki fidokorlik o insonni mayslantirishi mumkin, tushkunlashtirishi mumkin, o'zini tashlab etib psixik kasallar bo'lib ketishi mumkin. Ammo mu'min kishi mayli musibat yetsin yoki o'zi xohlab bir fidokorliklarni ko'rsatsin yoki ma'lum narsalardan ayrilib qolsin, bu meningki Allohni yaxshi ko'rganligim uchun, men Allohdan bir jannatning qasr saroylarini setib olganligim uchun deb mana shunday orzu. Hatto Allohning yo'lida qutqonlardan ayrilib ketgan bo'lsa-mu, meyib bo'lib qolgan bo'lsa-mu, o'zini tashlab etmasdan sahobalarga o'xshash men jannatga kirishdan burun mendan bo'lgan bir parcha, ya'ni qo'ldan ayrilgan bo'lsa, qo'lim jannatga ketib bo'ldi. Putimdan ayrilgan bo'lsa, putim mendan avval jannatga ketib bo'ldi deb nihoyat xursandchilik bilan, ya'ni o'z kayfiyatini tanishib, xushal yashayolgan bo'lsa, mana bu iymonning ham katta huzuri. Bir inson iymonning lazzatini tetiyaligini qanday biladi deganda, sadiq qilib, ya'ni boshqalarga berib xo'sh bo'la olsa, mana bu haqiqiy bir iymonning lazzatini tetiyalig'an bo'ladi yani bir kishi. Boshqalarni elib xo'sh bo'lish har qanday bir odam xo'sh bo'ldi ya. Masalan, kichik bolam xo'sh bo'ladi, boshqalarni elib xo'sh bo'lish har qanday bir odam biladi. Lekin boshqalarga berib xo'sh bo'la olsa, mana bu haqiqiy iymonning lazzatini tetiyalig'an bo'ladi. Chunki Ali radhiyallohu anhu shunday degan, sen kambag'al birisi bo'lsang-mu, ko'p sadiq ihson qilgan deydi. Yani sadiq qilish, mesela Allah'ın kıyamet günü Allah'ın erişinin sayesi sayılan 7 türlü kişinin birisi 10 kulu bergen sadiqini sol kulu bilmegidek derece sadiq kılan kişi mesela. Bu sadiqin qanday qilish başkalarga birib, shunami? Başkalarga birib qiladi. Ayni vaqt Rasulullahning qashiga bir miskin keldi. Ya Rasulullah meni qo'sog'im ochib keldi bu miskin. Rasulullah uyga kirdi, ayollardan so'radi. Rasulullahning uyidan yayilgan narsani qolmaganligini ayollar aytdi. Aytgandan keyin Rasulullah sahabelerine karşı çıkıp dedi ki
bu miskinning qo'sig'ini to'yg'izgan bir kishi bormi dedi. Degandan Abu Dardo roziyallohu anhu men to'yg'izay ya Rasululloh dedi. Degandan keyin tanib o miskin bilan uyga kirdi. Uyga kirib Abu Dardo ayolning qishiga kirib tomoq bormi dedi. Degandan keyin ikki bolam uxlab qoldi, qo'zg'ash uxlab qoldi. Mushular uyg'onsa beraman deb ep qo'ygan yarim qoch tomoq bor dedi. Degandan keyin ep chiqqan. Hozir bir mehmon keldi. Mehmonning oldiga qo'ymaymiz degandan keyin Abu Dardo men bolalarim uyg'onsa neyim bilan gullayman, neyim bilan besitmayman bolalarimning yig'isini. Tasdib bir gullandima degandan keyin bizga Alloh bor dedi Abu Dardo. Degandan keyin u bir miskin kishi Abu Dardoning uyi mehmonlikka kelgan shu miskin kishi Abu Dardoning uyida yarim qoch tomoqdan boshqa tomoqning yo'qligini bilib qolsa, u tomoq nima qilgan bir taqvo bir kishi edi. Abu Dardo sen tomoqni akaga vaqtingda sen cho'ng o'tni, cho'ng shamni o'chirib etib, kichik sham yonda o'g'an. Mehmonning oldiga tomoqni qo'ygan, mening oldimga quruq qochini qo'ygan, men tomoq yegandek ovozini chiqarib turman, u miskinga u tomoqni yegizmaydi. Tamam dedi. Ayol degandek Abu Dardoning degandek mehmonning oldiga tomoqni qo'ydi va Abu Dardoning oldiga quruq qochini qo'ydi. Qo'ygandan keyin ikkisi birlikda tomoq yegan bo'ldi. Ondan keyin qo'shiq o'tib bu miskinning uyidan chiqdi. Aytsa Rasululloh shunda bishorat etdiki, Alloh sening qilgan ishing qarab kuldi deydi. Alloh Abu Dardo roziyallohu anhuning qilg'ishi qarab kulibdi. Yarim qoch tomoq. Yarim qoch tomoq. Mani nim bilan berdi Abu Dardo nim bilmasa o'zining xo'shaligi bilan berdi. Yo'q, bolalarimga nim berib ko'rlayman, qochoq tasdib beraman degan vaqt ayoli bizga Alloh berdi. Demak, bu yer Abu Dardo o'zining roziligini xo'shalligi bilan bir mehmon tomoq qildi. Alloh buning qilg'ishi qarab kuldi deydi.